MetaTrader 5 Forex hisobini qanday yaratish mumkin? Salom hammaga, ushbu videoda men sizga MetaTrader 5 Forex hisobini yaratishni ko'rsatib beraman. MetaTrader 5 Forex hisobini yaratish uchun web brauzerni oching. Men Google dan foydalanaman. Siz ushbu manzilda Forex brokerlarga kirishingiz mumkin. Yoki ushbu videoning tavsifidagi Forex hisobini yaratish havolasini bosing. XM brokeri bilan Forex hisobini yaratish misolini olaman. Siz XM'ga ushbu manzilda kirishingiz mumkin. Boshqa Forex brokerlari uchun shunchaki Forex brokeri nomini almashtiring. Biz boshlaymiz. Bu vaqtda veb-saytning asosiy interfeysi paydo bo'ladi. Tilni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu yerni bosing. Bu yerni bosing va o'zgartirmoqchi bo'lgan tilni tanlang. Akkaunt yaratish uchun bu yerni bosing. Keyin boshlashni bosing. Birinchidan, yashash mamlakati tanlang, e-pochta va parolni kiriting. Eslatma, bular parol talablaridir. Men misol sifatida ekrandagi paroldan foydalanaman. Keyin XM shartlarini qabul qilish uchun bu yerni bosing. Ro'yxatdan o'tishni bosing. XM sizga tasdiqlash elektron pochta xabarini yubordi. E-pochtangizni tekshiring. Endi men Gmailni ochaman. Iltimos, elektron pochta qutingizni tekshiring. Bu XM hozirgina yuborgan xabar. Xabarni kiruvchi qutingizda ko'rmasangiz, iltimos, bu yerga bosib, spam jildini tekshiring. Spam jildiga bosing va tekshiring. Endi men xabarni ochaman. E-pochtani tasdiqlashni bosing. Chunki men Google bilan hisob yaratganman, shuning uchun Google dan foydalanishni tanlayman. Savdoni boshlash uchun hozir tasdiqlash tugmasini bosing. Ushbu bo'limda keling, profil tafsilotlaringizni qo'shamiz. Avval, iltimos, ism, ikkinchi ism, familiya, tug'ilgan sana va telefon raqamini to'ldiring. Davom etishni bosing. Keyingi manzil va pochta indeksini to'ldiring. Pochta indeksi onlayn qidirishingiz va uni shu yerda to'ldirishingiz mumkin.
Keyin moliyaviy tafsilotlarni kiritishni bosing. Investor profilingiz bo'limida ICHM so'raydi. Sizda Forexga oid ta'lim darajasi bormi yoki siz Forex yoki farq shartnomalari, TUT kabi derivativ mahsulotlar bilan kamida 15 marta savdo qilganmisiz? Ha yoki yo'qni tanlang. Davom etishni bosing. Endi siz shaxsni tasdiqlash kerak. Verifikatsiyani boshlashni bosing. ICHM shartlarini qabul qilish uchun bu yerni bosing. Keyin boshlashni bosing. Agar siz emissiya qiluvchi mamlakatni mintaqani tanlangni xohlasangiz, shu yerni bosing. Keyin IT turini tanlang. ICHM 3 ta variantni taklif qiladi: identifikatsiya kartasi, haydovchilik guvohnomasi va pasport. Men identifikatsiya kartasini tanlayman. Endi hujjatning fotosuratini olishingiz kerak. Kameradan foydalanish uchun shu yerni bosing. Bu bo'limda siz yuzingizni tasdiqlashingiz kerak. ICHM siz haqiqiy inson ekanligingizni tasdiqlash uchun yuzingizni skanerlash kerak. Bu siz tasdiqlaganingizda talablar. Davom etishni bosing. Hujjatlaringizni muvaffaqiyatli yukladingiz. Tez orada tasdiqlovchi e-pochta xabari yuboriladi. Hisob ma'lumotlarini ko'rish uchun shaxsiy kabinetga qaytishni bosing. Bu yerni bosing. Keyingi mening hisoblarimni bosing. Mening hisoblarim bo'limida bu yerda siz savdo hisoblaringizni boshqarasiz. ICHM 2 asosiy turdagi hisobni taklif etadi: haqiqiy hisoblar va demo hisoblar. Bu ICHM foydalanuvchilar uchun yaratgan MetaTrader 5 standart demo hisobi. Bu ICHM foydalanuvchilar uchun yaratgan MetaTrader 5 standart haqiqiy hisobi. Agar siz ko'proq hisob ochmoqchi bo'lsangiz, bu yerni bosing. Savdo platformasida hisobingizga kirish uchun siz server nomi, kirish hisob raqami va hisob paroli kabi ba'zi ma'lumotlarni bilishingiz kerak. Hisob ma'lumotlarini topish uchun bu yerni bosing. Hisob ma'lumotini bosing. Bu hisob ma'lumotlari jadval. Siz bu yerda server va login hisob raqamini topishingiz mumkin. Agar siz savdo hisobingiz parolini o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, bu yerni bosing. Savdo hisobi parolini o'zgartirishni bosing. Yangi savdo hisobi paroli yaratish uchun bu yerni bosing. Eslatma: bular parol talablaridir. Men misol sifatida ekrandagi paroldan foydalanaman.
Keyin joriy profil paroli kiritish uchun bu yerni bosing. Parolni o'zgartirishni bosing. Siz savdo parolingizni muvaffaqiyatli o'zgartirdingiz. ICM hujjatlaringizni muvaffaqiyatli tasdiqlagandan so'ng hisobingizga kirib, savdoni boshlashingiz mumkin. Siz ushbu videoning tavsifida bergan MetaTrader 4 va MetaTrader 5 ni qanday o'rnatish va tizimga kirish video darsiga murojaat qilishingiz mumkin. Men MetaTrader 5 Forex hisobini yaratish bo'yicha ko'rsatmalarni yakunladim. Sizga investitsiya safaringizda muvaffaqiyatlar tilayman.